O'ynasam pul berasizmi? Ha. Короче, bratishka. Menga bir jardam qil. Qanaqa? Aha, menga duo ketgan ba. Короче, жұмыстар olma kesipdi. Men bitta narsani bilaman. Instagramga qo'yasizmi, TikTokga qo'yasizmi? Joli efir gapiraman-da, brat. Siz mana bir duolar bir narsa qilib berasizmi? Uni mendan emas, mana bir banda. Uni Allohdan so'raysiz. Men tek adresdan to'tamandan boshqalarga. Sizga nima aytsam? Shu adres qo'yingda. Qo'yib tur. Adres qo'yingda bir aylantirib tutatsang, meni Жұмыстап жүрсіп кете ма? Жұмыстап жүрсіп кетеді ма? Uni Alloh biladi. Men endi adresini tutib yuraman-da. Hamma narsani Allohdan so'rash kerak. Bir kun sizda bor, bir kun menda bor, to'g'rimi aka? Endi sizga nima aytsam, hozir videoga olasiz, to'g'ri, men gapiryapman-da. Siz magaziningizga ham tutatishim mumkin, o'zingizga ham, qolgani Allohdan-da. Niyat qilsangiz, niyatingizga Alloh yetasiz. Xudo ana shu bitmagan ishlaringiz yurishib ketsin, Alloh rozi bo'lsin. Qolgani Allohdan. Endi siz erkak boshga tushadigan narsa-da bu. Xudo xohlasa ana shu bu kelganimda avtogizga jetal bo'lib, xursand bo'lib o'tirasiz mana shu yoqqa. Men niyat qildim, brat, niyatingizga Alloh yetasiz. Bir ko'ringizdan chiqqanida endi, ko'ringizdan 5 so'm chiqarasiz, 1000 so'mni o'z sizdan. Qolgani Allohdan. Alloh rozi bo'lsin, davay. Sog' bo'ling. Bitta like qizartirib, mana shu gap uchun bitta like. Qani adres ham bir aylantirgani meni. Bo'ldi, bratam. O. Молодец. Kechqurun uxlaysizku? Shivinlar sayba qiladi-ku. Shivin kelmaydi oldingizga, javob beraman. Bo'ldi. Молодец. Sog' bo'ling. Qo'yib tur hozir. Короче, nima Rozimisiz? Rozimiz. Alloh rozi bo'lsin. Da brat, bitta shu bratam uchun bittagina qizartirib like bo'lsangiz, da. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Da bratan, Alloh rozi bo'lsin, yo'lingiz oq bo'lsin, da. Sog' bo'linglar. Bo'ldi.